chuqurroq nafas oling. Tushunarli. Qaynonangizni nima o'larkanmi? Voy jannatim onam. Qaynonangiz o'lmaydi. Javahima qilasiz. O'zi qaynonangizga qarov yaxshi bo'lganmi? Ya, qarov zo'r bo'lgan. Ertalab vaqtli soat 11 da turib cappuccino, latte, pastalardan qilib berib, o'zim yemasam yedirib, kiymaganimni kiydirib, yeganim oldimda, yemaganim spalnimda turgan. Sizni qaynonangizga qo'yilgan tashxis. Voy meni jannatlarga borib ketgan onam. Dillaridan asal tomib, shu asaldan o'chib chiqib ketgan keliningdan rozi bo'ling onajon. Tirik küçük. Falakına mamiye. Doktor. Menga nima bo'lgan o'zi? Momojon, yomonroq narsa yeb qo'yovmidingiz? Ha, kecha bir dori topib oldim. O'l bo'lmasin deb yedim. Unda oshqozonni yuvish kerak. Yuvilmaysa ekan-ku, bo'pti, shami qilaman men. Ey, jolay. Ketdikmi ona? Oshqozonni yuvdirib kelamiz. Ha, ketdik bo'laydi. Ona, to'xtang, ketmaysizdan. Sichqonlarga margumush qo'ygandim, yarmi ortib qoldi. Ichib olasizmi? Nimalar deyapsiz? O'zi shunday qilib oshqozonni yuvdirgan olib ketyapmiz. Ketmaysizdan ichib oling, oyijon. Ha, aptin qursin seni. Uni ichganimdan keyin meni oshqozon juvishga borish shart emas. O'zlari keladi meni juvishga.